Tushunmadim. Piyatga kiysa nima bo'ladi? Kalta paypoq. Nima? Xos ko'rsatmoqchi bo'lgan obrazim yozgi obraz bo'ladi. Hattoki bu obrazda ko'chadagi qizlar nomerimni so'rab qo'yishmadi. Agarda lofer kiyaman deydigan bo'lsanglar, ikki xil lofer bor. Bunaqasi bor va bunaqasi bor. Ikkalasidan bittasini kiyishingiz mumkin. Agarda komfortni o'zingiz yaxshi his qilib yumshoq yurmoqchi bo'lsangiz, sizga krossovkani maslahat beraman. Agarda lofer kiyadigan bo'lsanglar, sizlar mana bunaqa pyatka kiyishingiz kerak. Agarda krossovka kiyadigan bo'lsanglar, mana bunaqa sal uzunroq oq naski kiyasizlar. Tushunmadim. Pyatka kiysa nima bo'ladi? Kalta paypoq. Nima? Bu bo'lmagan gap. Qayerdan topgansizlar bunaqa ahmoqona gaplarni? Yozdi. Pyatkani maslahat beraman. Lekin qishda agarda pyatka kiysanglar, oyog'inglarni shamollatib qo'ying. Chunki shamollash oyoqdan oladi. O'shaning uchun uzun naski qishda tavsiya qilinadi. Shu obrazni sizlarga maqtab o'tdim. Hozir oyoq kiyimimni almashtiraman, krossovkada ko'rasiz. Mana o'rtoqlar, krossovkada. Qaysi bir ko'proq sizlarga yoqdi? Kommentda yozib qoldiringlar.